Hayotingizda ziravorlar kerakmi? Siz pushaymon bo'lishingiz mumkin. Chunki bu ortga hisoblash xuddi sharpa qalampirini yeyishga o'xshaydi. Boshqacha qilib aytganda, bu qo'rqinchli videolar siz uchun juda achchiq. Siz o'zingizni arvohsiz joyga ko'chdim deb o'ylaganingizda The King tomonidan 2021-yil iyul oyida nashr etilgan 2 ayol o'z kvartirasida o'yin o'ynab, o'zlarining harakatlarini videoga olishayotgan edi. Ertasi kuni ertalab ular videoni qayta ko'rishdi va dahshatli narsani aniqladilar. Ular o'yin o'ynashayotganda ayollardan biri yerga nimadir tushiradi va kamera qarama-qarshi devorga va undan narigi yo'lakka o'tadi. O'shanda bu mavjudot tasvirga olinadi. Qorong'u dahlizda yosh qizchaga o'xshagan narsa ko'zdan g'oyib bo'ladi. Aftidan u kameraga tushishidan oldin o'yinlarning borishini kuzatgan. Ayollar keyinroq tasvirni ko'rib chiqish chog'ida dahshatli ovni payqagach uy egasi bilan bog'lanishdi. U o'tgan ijarachilar ham xuddi o'sha koridorda qiz ko'rganini da'vo qilganini aytdi. Ayollar unga o'z videolarini jo'natmaguncha uy egasi buni uydirma narsa deb yelka qisib qo'ydi. Bu shubhali uyda qolarmidingiz yoki mavjudot siz uchun bir uydirmami? Kommentariyada yozib qoldiring. Hech kim bunday osib qo'ymasligi kerak. Dark 3 tomonidan 2020-yil iyul oyida chop etilgan ushbu qo'rqinchli video super qahramon qo'rquvi navbatdagi hit janrmi yoki yo'qmi degan savolga hayron bo'ldim. Qo'rqinchli klip sahroda eski temir yo'l izlari orasida suratga olinganga o'xshaydi. Operator bu izlar bo'ylab aylanib, yerga qazilgan bir nechta to'rtburchak bo'shliqlarni suratga oladi. U yo'l bo'ylab davom etar ekan, u beparvolik bilan o'zini o'rab turgan hududni, shu jumladan tepada turgan singan ko'prikni ko'zdan kechiradi. Avvaliga siz hech qanday yomon narsani ko'rmaysiz, ammo biroz yaqinroq qarasangiz, ko'zlaringiz sizni aldayapti deb o'ylaysiz. Burchakdagi ko'prik tagida oq kiyingan charpadek bir qiz osilib turibdi. Xameleon kabi u ko'prik bilan deyarli qorishib ketgan va bu u yerdagi ko'rinishni yanada sirli qiladi. Agar bu CGI bo'lmasa, men bu videoni qanday qilib soxtalashtirish mumkinligini bilmayman. Video ko'p o'tmay tugaydi va tomoshabinlarni bu qizning u yerda qandayligi va u yomonlik qilmoqchimi yoki unga yetkazilgan zarardan yashirinyaptimi degan savol tug'iladi. Bu qo'rqinchli figura sizning dahshatlaringizni quvg'in qiladi. 2021-yil sentyabr oyida chop etilgan bu arvoh ovchi jamoasi ushbu qo'rqinchli videoda tashlandiq uyni o'rganmoqda. Uy ichida zinadan yuqoriga ko'tarilmoqchi bo'lganlarida ular uzoqdan qadam tovushlarini eshitadilar. Uyda kimdir bor. Keyinchalik ular bo'sh xonaga kirganda kuchli portlashni eshitishadi. Garchi bu ularni o'z vazifalaridan chalg'itmasa-da, ovoz kelgusida yana bir narsaga ishora qiladi. Ular tepada bo'lganlarida va zulmatda tezda atrofni qidirganda birinchi marta ko'rishadi. Kamera aylanib yuradi va pastki maydonchada zinapoyadan tushib, qora xalat kiygan bu figura tik turgan qo'riqchidir. Shaklning noaniq kulrang yuzi bor va biz uni faqat ekipaj vahima qilganda ko'ramiz. Ular jonzotni keyinroq yana ko'rishadi. Bu safar u boshqa xonada yashiringan, chunki operator burchakni aylanib chiqadi. Avvaliga u figurani ko'rib qoladi, chunki u ko'zdan biroz yashirinadi. Keyin u birdan yon tomonga buriladi va siz uning qo'rqinchli buzilgan boshini ko'rasiz. U tepada uzun bir tutam sochlar bilan kal ko'rinadi. Erkaklar yuqori qavatga yugurishadi. Ular orqaga o'girilib, ularni kuzatib borayotganini bilish uchun to'xtashadi. Mavjudot esa asta-sekin xonadan chiqadi.
Yelkasini egib, yuzini ko'tarmasdan sekin zinapoya tomon yuradi. Bu uning to'xtash nuqtasimi? Bu jonzot abadiy podvalga mahkummi? Nima bo'lganda ham u yerdan yaxshisi ketgan ma'qul. Qachonki siz eski arvoh bilan gaplashmoqchi bo'lsangiz, u bunchalik g'ayratli bo'ladi deb o'ylamaysiz. 2021-yilning may oyida G'ayritabiiy Sensitive tomonidan chop etilgan ushbu qo'rqinchli video qariyalar ruhini harakatda aks ettiradi. G'ayritabiiy o'zining harakatni sezuvchi Kinect'ida ruhni ushlaydi. Beleza? Galera, e o André tá sentindo uma coisa muito forte. Aí você vai perto da porta. Perto da porta. Xonadagi harakatni ochib beradi. U Kinect figurasi raqsga tushayotgan joyga nur sochsa, u yerda hech narsa yo'q. Ular ruh bilan gaplashib, uni biror narsa qilishga undaydilar va ruh tinglaydi. Mexer a porta pra gente ver. Você consegue? Uou! Lasqueira! U orqaga qaytishdan oldin oldinga siljiydigan yaqin atrofdagi shkafning eshigini itaradi. Keyin u oldinga va orqaga tezroq qimirlay boshlaydi. Quem é você? Caramba, e assim, ó, eu acho que eu vi um orbe. Tranquilo, mano. Keyinchalik uyning boshqa xonasida stol ustida turgan bir qancha narsalar tushib ketadi. Stol atrofida hech kim turmaydi. Eita, o Rafa, tá bem? Tá bem? Tá bem, Rafael? Caraca, cara, tudo por cima. Galera, Ular chordoq tomon yo'l olishadi. U yerda kaska o'z-o'zidan yer bo'ylab sirg'anadi. tá prela! Tá prela, tá prela, tá prela! Nossa senhora! Bir necha daqiqadan so'ng ular yana pastga tushganda ularning yonidagi chodirga stul tashlandi. Mexeu ali sozinho, cara. Hã? Tá prela! Tá prela, tá atacando a gente, cara. Ular mana bu qurilmadan foydalanishga qaror qilishadi va xonada energiya borligini aniqlaydilar. Ular kamerani aylantirganda orqadagi zulmatda bir lahzaga rasm yoki yorug'lik kabi narsa porlaydi. Tá prela! Caramba, cara, eu vi um negócio pra... Tinha uma mulher. Tem alguém aí? Cara... Bu bir lahzaga paydo bo'ladi va ular yaqinlashganda ular hech narsa topa olmaydilar. Termal tasvirdan foydalangan holda rasm o'z joyida aylanayotganini ko'rish mumkin. Nihoyat ruhlarga murojaat qilishga urinayotganda butun shkafi itarib yuboriladi. Og'ir narsa yiqilib, ularning tergovini to'xtatadi. Ular bu ruhni keksa deb o'ylashlari mumkin bo'lsa-da, albatta u juda ko'p kuchga ega. Mehmonxona menejeri mehmonlardan birining o'tishi bilan bog'liq eng yomon qo'ng'iroqlardan biri. Bu menejer tez orada qo'ng'iroqni qabul qiladi. 2013-yil noyabr oyida nashriyotlardan birining nashrida chop etilgan ushbu qo'rqinchli video dastlab 2010-yil Halloween bayramida Wisconsin shtatidagi Overlook mehmonxonasida suratga olingan. Xavfsizlik kameralarida mehmonxonaning bo'sh koridori aks etgan. Bir kishi aloqaga kiradi va eshiklarni tinglay boshlaydi. U bir vaqtning o'zida telefonda u bitta eshik tutqichini sinab ko'rdi va u yopiq. U ikkinchi eshik tutqichini sinab ko'radi va bu ochiladi. U og'zini va burnini yopgancha bir zum hayratda qoldi. Keyin eshikni ochiq qoldirib ichkariga kiradi. U hali ham xonada bo'lganida undan shaffof arvoh figurasi chiqadi. Ayol oq libosda kiyingan.
U sekin yuradi. Biroz vaqt o'tgach, erkak hali ham hayratda qolgan holda xonadan chiqib ketdi. U yugurib ketadi. Biz politsiyani chaqiradi deb o'ylaymiz. U o'sha xonada ayolning jasadiga duch kelishi kerak edi, to'g'rimi? Uning ruhi tana qobig'idan ajralgan bo'lsa kerak. Uning tanasi mehmonxona xonasida qoldi. Bu bitta nazariya va agar bu to'g'ri bo'lsa, bu videoni milliontada bir marta qiladi. Poltergeist geistning o'rtalarida to'xtatilganda uning ikkita tanlovi bor. U yerda yo'qdek ko'rinish uchun jim va jim turish yoki quvishda davom etish. Bu sharpa ikkinchi variantni tanladi. Analogu tomonidan 2012-yil avgust oyida chop etilgan. Bu dahshatli videoda odamning hayajonlangan uyi jonlanadi. Pastki qavatdan ovoz eshitilib, uy egasi nima bo'layotganini bilish uchun pastga yuguradi. U birinchi navbatda shu xonalardan birida aqldan ozgandek tebranib turgan yorug'likka duch keladi. Keyin baland ovozda bir narsa eshitiladi va javondan bolaning kovboy shlyapasi chiqariladi. Erkak kamerasi bilan xonani skanerlaydi. Narsalarni diqqat bilan kuzatadi. Yana bir ovoz kameradan tashqariga eshitiladi, lekin bu nima ekanligi aniq emas. Bu uyning poltergeist bosqinining oxirimi yoki bu boshlanishimi? Mening taxminim ikkinchi variant. Buguncha shu do'stlar, agar video sizga yoqqan bo'lsa like bosing va do'stlaringizga ham ulashing. Sizga ko'proq qaysi holatlar ma'qul bo'ldi? Fikrlaringizni kommentariyada qoldiring. Keyingi videolarda ko'rishguncha